Qaysi strategiya yaxshi ishlaydi yoki qaysi strategiya umuman ishlamaydi? Agar meni strategiyamni so'raydiganlar bo'lsa, o'rtoqlar, bitta strategiyani yaratish uslubi o'zi qanaqa bo'ladi? Men har bir strategiyadan bir shingildan olaman. Misol uchun, menda hozirgi strategiyani mix qilib qanday yaratganman? SNR bor, SMC bor, klassika bor, uning ichida yana ICT bor va o'zimning Fibonacci birlikte strategiyalarim bor. Hammasini bir qilib mix qilib o'zim bitta strategiyasini o'qiganman, shu bo'yicha ishlayman. Har bittasidan bittadan olganman. Men hech qachon bitta konsepsiyada to'liqligicha ishlamayman. Har bir strategiyadan ozgina olaman. Hozirgi boshlovchi treyderlarning qilayotgan asosiy xatosi har baloni YouTubedan o'rganaveradi, oxiri bitimga kirayotganda o'zida shubha bo'lib qoladi. Ya'ni 4 ta yoki 5 ta strategiya har xil signal beradigan bo'lsa, bittasi buy, bittasi sell, bittasi buy, bittasi kutish berayotgan bo'lsa, u shunga psixologiyasi buzilib, noto'g'ri qaror chiqaradi, noto'g'ri bitimga kiradi, shuni hisobiga minus bo'ladi. Ko'p mana shunaqa bolalar kelishadi, zo'r strategiya, hamma bilimlari zo'r, prosta uni chiroyli o'zi mix qila olmaydi. Har bittasini ishlatib, misol uchun bitta kompyuter to'rga bo'lib olib, to'g'rimi? Bitta valyutani har xil strategiyani analiz qilib chiqadi. Ya'ni har bittasidan bir shingildan olmaydi. Shu sababdan o'rtoqlar, misol uchun hozir qulupnoy yoki bananni bitta o'zini yeyaversanglar, allergiya beraveradi oxiri, to'g'rimi? Lekin uning ichiga qulupnoyni ham, bananni ham, kivini ham qo'shsanglar, qatuni qo'shsanglar, misol uchun bitta blenderda aylanib nima bo'ladi? U narsa yogurt bo'lib qoladi. Uni bemalol har kuni icha olasiz. Xuddi shunaqa strategiyani mix qilish kerak. Chunki bitta strategiyani o'rganib, keyin ikkinchisiga o'tib, keyin uchinchisiga o'tib, keyin to'rtinchisiga o'tib, o'zingizlarning boshingizlarni ham aylantirib o'rguncha. Bu videoni strategiya tanlashda qiynalayotgan o'rtog'ingizlarga yuborib qo'yinglar, ancha manfaatli bo'ladi.